Bu atom bombasiga chiday oladigan oddiygina bir plastik. Bu Starlight 1990-yilda oddiy sartarosh Morris Ward tomonidan ixtiro qilingan mo'jizaviy material. U hatto yadroviy portlash issig'iga ham bardosh bera oladi. Bu ixtirodan NASA va Boeing shokda qolgan va ular formulani sotib olmoqchi bo'lishgan. Lekin ixtirochi Morris ularga ishonmagan va u formulani hech kimga aytmasdan o'zi bilan qabrga olib ketdi. Balki biz bu material bilan allaqachon Marsga borishimiz mumkin edi. Slot raqamli kodlash. Bu cheksiz xotira. Tasavvur qiling, butun dunyodagi kinolar kichkinagina fleshkaga sig'ib ketadi. 1999-yilda Slot ismli daxliy dasturchi bitta to'liq filmni atigi 8 kilobaytga joylash yo'lini topgan. Bu internetni butunlay oyog'ini osmondan qovurishi mumkin edi. Philips kompaniyasi bu ixtirochi bilan $1 milliard shartnoma tuzmoqchi bo'lgan. Lekin ushbu shartnoma imzolanishidan bir necha kun oldin bu ixtirochi sirli ravishda vafot etgan. Kodda yozilgan disk bo'lsa, shunchaki g'oyib bo'lgan. Agar bu texnologiya hozir bo'lganida, sizning telefoningiz xotirasi hech qachon to'lmagan bo'lardi. Lekin ba'zi birlar negadir buni xohlashmagan. Royal Rife saraton, ya'ni rakni davosi. Hozirgi farmatsevtika kompaniyalari sizdan bu qurilmani 90 yillar davomida yashirib kelishmoqda. Olim Royal Rife viruslarni ko'ra oladigan mikroskop va ularni tovush bilan portlata oladigan apparat yasagan edi. 1934-yilda u 16 nafar saraton yoqasidagi bemorlarni davolashga musharraf bo'lgan. Unga duch kelgan bemorlar hammasi 100% tuzalib ketgan. Lekin hammamiz bilamizki, sog'lom odamga dori sotib bo'lmaydi. Shu sababdan bu olimning laboratoriyasi butunlay yoqib yuborildi. Ixtiro esa yo'q qilib yuborilgan.